Hozir bir yigitchamiz kelgan, yigitchamizga yangi modeldagi planshetdan qilib beryapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ismingiz nima? Timur. Timurbek planshet oldilar bizdan. Qani ochinchi? Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi qilishading. Kim olib beryapti planshet? To'g'risini ayting. Oyim. Ayjoningiz, rahmat aytasizmi? Bo'ldi. Videoga aytib qo'ying, ko'radilar. Rahmat aka. Bo'ldimi? Boshqa gap aytmaysizmi? Ayjoningiz yaxshi ko'raman deb qo'ying. Ayjon siz yaxshi ko'raman. Yak krasavchik. Mana shu bola uchun bitta like bosib ketinglar. Qani plansheti o'zini sumkalari bilan qilib berdik mana. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ichidan ko'ramiz qanday nimalar chiqar ekan. Sizlarga men to'liq obzor. Qani? Ochinchi. Вот так, plansheti, chexoli, mishkasi, ha? Buni ko'tarasiz. Buni ko'tarasiz, klaviaturasi bilan birga. Planshet yoqdimi? Yaxshi qo'lga ishlating. Uyga borgandan keyin Ayjonga rahmat ayting, xo'pmi? O'zingiz ehtiyot qiling, sog' bo'ling. Ismingiz nima edi? Timur. Timurjon, qayerdansiz? Samarqand. Ana, Samarqandning krasavchiklaridan. Sog' bo'ling.